alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi sanamiz 26-may sanasi bilan sizlarning ixtiyolaringizga Dukka apparatini taqdim qilamiz. Dukka apparati tojikchasiga olingan bo'lib, o'zbekchasiga semichkani sirtaman, yoraman degan maqsad nima va ma'noni bildiradi. Xullas, semichka poliyalarda tayyor bo'lgan katta mana 100 gektar, 50 gektarga semichka akatgan ikkala fermerlar mana shu semichka sitib beradigan apparatimizdan foydalanishingiz mumkin. Bu apparat yasab beriladi. Xo'p, bu apparatni hozir fermer akamizga yasab berdik. Bu yerda pirnamayishi bunker, semichka tayyor bo'lgan semichkani tog'ora qilib solinadi. Bu yerda tez amalga oshadigan proses. Buni semichkani xullas galovkasini ajratib tashlab, galovkasini chiqarib tashlaydi. Xo'p, chiqqan galovka u tomonda otilib ketadi va chiqqan kichkina semichkalar yerga tushishni boshlaydi. Xullas bu juda katta ob'yomga ishlaydigan apparat. Xo'p, traktorga bunga tok kerak emas. Traktorga qo'yib ulanadi. Mana bu vam ulanadigan joyi. Через kardan orqali traktorda orqa aylantirib beruvchi mexanizmga ulanadi. Hamda buni traktor olib yura oladi. Laboda olib yurish mumkin, traktorda ham olib yurish mumkin. Materiallar qani materiallardan yasalgan, zavodskoy qilib ishlab chiqaryapmiz. Biz korxona Idias korxonasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida faoliyat ko'rsatamiz. Bizda har xil 20 dan ziyod turdagi apparatlar ishlab chiqariladi. Bizda asosiy maqsad o'sha xalqqa yordami tegadigan, effekt beradigan narsalar ishlab chiqarish. Xo'p, bu yerda traktor olib yurish uchun mana parkovkasiga ulanadi. Mana bu yerda natijasiga ulanib, traktor o'zi ko'tara oladi va orqasida ildirib ketaveradi. Yana bitta nimasi uzilgan holda, mana shu holda arenda qilib foydalanish mumkin. Hozir kuniga masalan bir hafta, 2 hafta arenda olib ketishadi, bunga ochib turishadi. Xo'p, mana shu katta gektardagi 20-30 gektar, 40 gektardagi tayyor bo'lgan semichkalarni xo'p, uqalab beruvchi, xullas sitib beruvchi apparat. Kerak bo'lsa, mana shu bizning manzili Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanida yasab beramiz. Zakaz bersangizlar 10 kun atrofida taxlab beramiz. Xo'p, narxlari o'zgaruvchan, materiallarga qarab o'zgarib boradi. Bugungi sana nasib etsa 26-may bilan 9,5 million so'mga yasab taxlab berdik mana shuni.